Avgust 2026'da pensiya, nafaqa yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarga qo'shimcha pul tushadimi? Yo'qmi degan savol hozir juda ko'p oilalarni bezovta qilyapti. Chunki odamlar odatda bir narsani kutadi. Davlat oshirdi degan xabar chiqsa. Demak, hammaga bir xil pul qo'shiladi deb o'ylashadi. Lekin amalda bunday emas. Kimlarga pul qo'shiladi, kimlarga faqat qayta hisob-kitob qilinadi. Yana ayrimlar esa umuman qo'shimcha olmasligi mumkin. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki bu pensionerga ham, nogironligi bor fuqaroga ham, o'quvchisini yo'qotgan oilaga ham, bolalar nafaqasini olayotganlarga ham, ish staji va hujjatlari to'liq bo'lmagan odamlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, chalkashtirmasdan, kimga pul qo'shilishi va kim nega to'lovsiz qolishi mumkinligini birma-bir tushuntirib beraman. Avvalo eng muhim narsa aniq qilib olaylik. Qo'shimcha deganda hamma bir xil narsani tushunmaydi. Kimdir pensiya miqdori oshishini qo'shimcha deydi. Kimdir kam ta'minlangan oilaga bolalar puli chiqishini qo'shimcha deydi. Kimdir avgust oyida avval berilmagan oylar uchun qarzdorlik to'lab berilsa, shuni qo'shimcha deb qabul qiladi. Yana kimdir qayta hisob-kitob natijasida pensiyasiga bir necha 100 ming so'm qo'shilishini kutadi. Oldin ko'p hollarda fuqarolar ma'lumotni mahalla, tanish-bilish yoki qo'shnilardan eshitardi. Masalan, falonchiga qo'shilibdi. Demak, menga ham qo'shiladi degan fikr paydo bo'lardi. Lekin har bir fuqaroning to'lov turi, ish staji, rasmiy daromadi, oilaviy tarkibi, nogironlik guruhi, bank kartasi holati, yashash manzili va hujjatlaridagi ma'lumotlar alohida tekshiriladi. Shuning uchun bir ko'chada yashaydigan ikki pensionerning holati ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Hozir esa jarayon tobora ko'proq elektron ma'lumotlarga bog'lanmoqda. Ya'ni tizim sizning pasport ma'lumotingizni, joylashish raqamingizni, rasmiy ish joyingizni, soliq bazasidagi daromadingizni, kadastr ma'lumotlarini, bank hisobingizni, pensiya yoki nafaqa tayinlangan sanani, oilangiz tarkibini tekshiradi. Bu nimani anglatadi? Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pul o'z vaqtida chiqadi. Agar bitta raqam xato bo'lsa, pasport almashganingiz tizimda yangilanmagan bo'lsa, bank karta bloklangan bo'lsa yoki oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, odam menga pul qo'shilmadi deb yurishi mumkin. Avgust 2026 bo'yicha ham asosiy masala shunda. Agar rasmiy oshirish indeksatsiya, qayta hisoblash yoki maqsadli qo'shimcha to'lov belgilansa, u hammaga avtomatik va teng miqdorda tushmaydi. Har bir toifadagi fuqaroga alohida mezonlar qo'llanadi. Men hozir shu mezonlarni oddiy til bilan tushuntiraman. Birinchi toifa: yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar davlat tomonidan pensiyalar miqdorini oshirish bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lsa, odatda yoshga doir pensiya oluvchilar asosiy guruh sifatida qamrab olinadi. Lekin bu yerda ham farq bor. Masalan, bir fuqaro 35 yil rasmiy ish stajiga ega, ish haqi yuqori bo'lgan, barcha badallar to'langan. Ikkinchi fuqaro esa minimal staj bilan pensiyaga chiqqan yoki ayrim yillari hujjat bilan tasdiqlanmagan. Oshirish foiz ko'rinishda bo'lsa, birinchining pensiyasiga ko'proq pul qo'shiladi, ikkinchisiga kamroq qo'shiladi. Chunki 1 foiz oshsa, 3 million so'm pensiyaga 300 ming so'm qo'shiladi. 1 million 200 ming so'm pensiyaga esa 20 ming so'm qo'shiladi. Odamlar ba'zan nega qo'shnimga 300 ming, menga 20 ming deb xafa bo'ladi. Sababi baza miqdori boshqacha. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda nogironlik guruhi pensiyaga chiqish asosi. Ish staji bor yo'qligi muhim. Masalan, ikki guruh nogironligi bor fuqaro ish staji asosida pensiya olayotgan bo'lsa, unga pensiya oshish ta'sir qilishi mumkin. Boshqa bir fuqaro ish stajisiz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsa, unga alohida ijtimoiy nafaqa miqdori oshirilsa ta'sir qiladi. Demak, ikkisi ham nogironligi bor, lekin to'lov turi boshqa. Shuning uchun nogironlarga qo'shilar ekan degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi to'lov turiga qo'shilyapti? Aynan shuni tekshirish kerak. Uchinchi toifa: o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bunday oilalarda to'lov ko'pincha marhum o'quvchining ish staji, daromadi, qaramoqdagi shaxslar soni va bolalarning yoshiga bog'liq bo'ladi. Masalan, ona 2 farzandi bilan o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi olsa, bir farzand 19 yoshga to'lganida yoki o'qish holati tasdiqlanmasa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar avgustda umumiy oshirish bo'lsa, faol to'lov olayotganlarga qo'shiladi. Lekin hujjati eskirgan, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib kelmagan yoki bola mehnatga layoqatli yoshga o'tgan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin.
To'rtinchi toifa kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar. Bu eng ko'p chalkashadigan yo'nalish. Odamlar hamma bolali oilaga pul beriladi deb o'ylaydi. Aslida bu to'lovlar ehtiyojmandlik mezonlari asosida belgilanadi. Oilaning rasmiy daromadi, oila a'zolari soni, farzandlar yoshi, mulk, transport vositasi, bankdagi ayrim ma'lumotlar, mehnatga layoqatli a'zolarning bandligi ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, bir oilada 4 nafar farzand bor. Ota rasmiy ishlamaydi, ona ham uyda, daromad past. Ikkinchi oilada ham 4 farzand bor, lekin ota rasmiy 8 million so'm maosh oladi. Oilada avtomobil bor, qo'shimcha daromad ko'rinadi. Ikkalasida bolalar soni bir xil. Lekin ehtiyojmandlik natijasi boshqa chiqishi mumkin. Demak, avgustda qo'shimcha yoki nafaqa uzaytirilsa ham mezonga tushgan oilaga beriladi, tushmagan oilaga berilmaydi. 5-toifa qayta hisob-kitobga tushadigan pensionerlar. Bu juda muhim. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ba'zilarida eski ish staji hujjatlari keyin topiladi. Kimdir arxivdan ma'lumotnoma olib keladi, kimdir harbiy xizmat dekreti. Oligohdagi ayrim davrlar yoki korxonadagi ish yillari tasdiqlanishini so'raydi. Agar yangi hujjatlar asosida pensiya qayta hisoblanadigan bo'lsa, avgust oyida qo'shimcha pul tushishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas. Ariza berish, hujjat topshirish, ma'lumot tasdiqlanishi kerak. Masalan, fuqaro 1994 yildan 2001 yilgacha zavodda ishlagan, lekin pensiyaga chiqishda bu davr hisobga olinmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topildi. Agar bu davr qonuniy tartibda tan olinsa, pensiya oshishi mumkin. Ayrim holatda o'tgan davr uchun ham farq to'lanishi ehtimoli bo'ladi, lekin bu har bir ish bo'yicha alohida ko'riladi. Agar siz hozir pensiya yoki nafaqani muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa va to'lovingiz to'xtatilmagan bo'lsa, umumiy oshirish bo'lganda odatda pul sizga avtomatik tarzda keladi. Ya'ni har safar borib yangi ariza yozish shart bo'lmaydi. Bunday holatda siz faqat miqdorini tekshirasiz. Oldingi oy qancha edi? Avgustda qancha tushdi? Farq qancha? Lekin quyidagi holatlarda albatta xavotir olish va oldindan tekshirish kerak. Birinchisi, pasportingizni almashtirgansiz, lekin pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilotdagi ma'lumot yangilanmagan. Ikkinchisi, bank kartangiz muddati tugagan, bloklangan yoki hisob raqamingiz o'zgargan. Uchinchisi, siz yashash joyini o'zgartirgansiz, boshqa tumanga ko'chgansiz, lekin ro'yxat ma'lumotlari mos emas. To'rtinchisi, oilaviy tarkib o'zgargan. Farzand tug'ilgan, kimdir uydan chiqqan, nikoh tuzilgan yoki ajrashish bo'lgan, vafot holati bo'lgan. Beshinchisi, siz ijtimoiy nafaqaga ariza bergansiz, lekin javob kelmagan yoki rad etilgan sababini tushunmagansiz. Yana bir xavfli holat norasmiy daromad. Masalan, oilada kimdir rasmiy ishlamaydi, lekin tizimda uning nomida yakka tartibdagi tadbirkorlik, ijara, dehqon xo'jaligi, avtomobil korxona ulushi yoki boshqa ma'lumot chiqib qoladi. Oila biz kambag'almiz deb o'ylaydi, lekin elektron tizim daromad yoki mulk bor deb baholaydi. Bunday vaziyatda nafaqa rad etilishi mumkin. Shuning uchun odamlar faqat o'z qo'lidagi pulga emas, tizimda o'z nomida nima borligiga ham qarash kerak. Birinchi misol. Karim aka yoshga doir pensiya oladi. Pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Agar avgust 2026da pensiyalar 10% ga oshirilsa, uning pensiyasi taxminan 2 ming so'mga oshadi va 2 million 37 ming so'm bo'ladi. Lekin bu oddiy hisob. Amalda qo'shimcha, ustama, minimal miqdor, bazaviy hisoblash tartibi bo'lsa, yakuniy raqam biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun Karim aka bankdan tushgan pulni ko'rib, pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rasa, aniq biladi. Ikkinchi misol. Mohira opa ham pensiya oladi, lekin uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm. U qo'shnisi Karim akaga 2 ming qo'shilganini ko'rib, menga ham 2 ming qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Aslida 10% bo'lsa, unga 1 ming so'm atrofida qo'shiladi. Bu adolatsizlik emas, hisoblash usuli shunday. Agar eng kam pensiya bo'yicha alohida kafolat belgilansa, shunda past pensiya oluvchilarga qo'shimcha boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin buni faqat rasmiy qaror matni bo'yicha aniqlash kerak. Uchinchi misol. Dilshod 2 guruh nogironligi bo'yicha to'lov oladi. Uning kartasi muddati iyul oxirida tugagan. Avgustda oshirish bo'ldi, lekin pul tushmadi. U meni ro'yxatdan chiqarib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'lishi mumkin. Karta yangilanadi, hisob raqami tasdiqlanadi, keyin to'lov qayta yo'naltiriladi.
Mana shunday oddiy texnik muammo odamni bir oy pul kutishga majbur qilishi mumkin. 4-misol. Gulnora opa 2 farzandi uchun bolalar nafaqasi olgan. Avgustda muddat tugaydi. U avtomatik uzayadi deb o'ylaydi. Lekin oilaning daromadi qayta tekshiriladi. Shu oyda turmush o'rtog'i rasmiy ishga kirgan va maosh tizimda ko'ringan. Natijada oila mezondan chiqib ketishi mumkin. Bu yerda oldin olganman, demak doim olaman degan qo'yda ishlamaydi. Har bir davrda ehtiyojmandlik qayta bog'lanadi. 5-misol. Sobir aka pensiyaga chiqqanda 20 ta yil staji hisoblangan. Keyin arxivdan yana 5 yillik ish staji topildi. U hujjatlarni topshirdi. Agar bu hujjatlar tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Lekin Sobir aka hujjatni uyida saqlab yurib, ariza bermasa, hech narsa o'z-o'zidan qo'shilmaydi. Davlat organi sizning sandig'ingizdagi mehnat daftarchasini ko'ra olmaydi. Hujjatni olib borish, ro'yxatdan o'tkazish, javobini olish kerak. Eng birinchi nozik jihat, qaror qachondan kuchga kiradi. Ba'zan odamlar avgustda oshadi degan gapni eshitadi va avgust kuni pul tushishi kerak deb kutadi. Lekin to'lovlar grafik bo'yicha beriladi. Kimdir 5 kun oladi, kimdir 12 kuni, kimdir 20 kuni. Agar qayta hisob-kitob kechiksa, farq keyingi oy bilan birga tushishi ham mumkin. Shuning uchun birinchi kuniyoq vahima qilish to'g'ri emas, lekin oy oxirigacha pul tushmasa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha hamma to'lov turiga bir xil tatbiq etilmasligi mumkin. Masalan, pensiyalar oshsa, bu bolalar nafaqasi ham avtomatik oshadi degani emas. Ijtimoiy nafaqalar oshsa, bu ishlayotgan pensionerning alohida ustamasi ham o'zgaradi degani emas. Har bir to'lov turi bo'yicha qarorda aniq yoziladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam va okazo. Shuning uchun men har doim aytaman, sarlavhani emas, qarorning ichidagi ro'yxatni ko'ring. 3-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim hollarda ishlayotgan pensionerlar bo'yicha hisob-kitob alohida tartib bo'lishi mumkin. Kimdir men ishlayapman, demak menga qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Yana kimdir ishlaganim uchun ko'proq qo'shiladi deb kutadi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Muhimi, sizning to'lovingiz qaysi asosda tayinlangan va qayta hisoblashga sabab bormi? Agar ish staji yoki badallar hisobga olinishi kerak bo'lsa, tegishli tartibda ariza va ma'lumotlar talab qilinadi. 4-nozik jihat, ortiqcha to'lov qaytarilishi mumkin. Ba'zan fuqaro oilaviy tarkib o'zgarganini aytmaydi. Bola Ominbeki yoshga to'lganini yashiradi. Ishga kirganini bildirmaydi. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa ham hujjatni yangilamaydi. Tizim keyin buni aniqlasa, sizga ortiqcha to'langan deb qarzdorlik chiqarishi mumkin. Shuning uchun faqat pul olish haqida emas, ma'lumotni o'z vaqtida yangilash haqida ham o'ylash kerak. 5-nozik jihat, bank va plastik karta muammolari. Ko'p odam davlat organiga boradi, lekin muammo bankda bo'ladi. Karta muddati tugagan, hisob bloklangan, familiya pasportda o'zgargan, lekin bankda eski familiya turibdi yoki karta boshqa bankka ko'chirilgan. Natijada to'lov qaytib ketadi. Shuning uchun avgust oyida pul kutayotgan odam oldindan kartasini tekshirish kerak. 6-nozik jihat, ishonchsiz xabarlar. Telegram kanallarda hammaga 500 ming so'mdan beriladi. Avgustda barcha pensionerlarga bir martalik to'lov bor. Faqat ariza yozganlarga pul tushadi degan xabarlar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida ogohlantiraman. Bunday xabarga darhol ishonmang. Faqat rasmiy manba. Prezident qarori, hukumat qarori, vazirlik yoki pensiya jamg'armasi xabari, ijtimoiy himoya organlarining rasmiy e'loni asos bo'ladi. Agar rasmiy hujjat bo'lmasa, bu shunchaki mish-mish bo'lishi mumkin. Birinchi qadam. O'z to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Bolalar nafaqasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki moddiy yordammi? To'lov turini bilmasangiz, hech narsani to'g'ri tekshira olmaysiz. Bankdan tushgan pul nomiga pensiya bo'limidagi hujjatga yoki ijtimoiy himoya organidagi ma'lumotga qarang. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, mayda 1 million 800 ming, iyunda 1 million 800 ming, iyulda 1 million 800 ming tushgan. Avgustda 1 million 908 ming tushsa, farq bitta ming. Shunda siz qo'shimcha bor yo'qligini aniq ko'rasiz. Ko'pchilik pulni oladi, sarflaydi. Keyin menga qo'shildim yo'qmi deb eslay olmaydi. Raqamni yozib borish eng oddiy lekin juda foydali odat. 3-qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari.
Nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrashish hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekvizitlari tayyor bo'lsin. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, farzand bo'g'indagi yoshdan oshgan va o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasini kechiktirmang. 4-qadam kartangizni tekshiring. Bank ilovasiga kiring yoki bankka boring. Karta muddati qachon tugaydi? Hisob faolmi? Familiya va pasport ma'lumoti to'g'rimi? To'lovlar qaytib ketmayaptimi? Shuni biling. Ayniqsa, pasport almashtirganlar va familiyasi o'zgargan ayollar bunga juda e'tiborli bo'lishi kerak. 5-qadam, agar pul tushmasa murojaatni yozma qiling. Faqat og'zaki so'rab qaytmang. Tegishli pensiya bo'limiga, ijtimoiy himoya organiga, mahalla orqali mas'ul idoraga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa bo'yicha avgust 2026 oyidagi to'lov miqdori va qo'shimcha hisob-kitob sabablarini tushuntirib berishingizni so'rayman. Albatta, ariza raqamini oling. Raqam bo'lsa, keyin murojaatingizni kuzata olasiz. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nega chiqmaydi? Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? Bank rekviziti xatomi? Nogironlik muddati tugaganmi? Staj tasdiqlanmaganmi? Sababni bilsangiz tuzatish imkoningiz bo'ladi. Sababni bilmasangiz oylar davomida yurishingiz mumkin. 7-qadam, arxiv va staj masalasi tekshiring. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari, yopilgan korxonalar, kolxoz, zavod, qurilish tashkilotlari bo'yicha hujjatlar ko'p muammo beradi. Agar pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, men ko'p ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, buyruqdan ko'chirma, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv tasdig'i bo'lsa, qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi. 8-qadam. Rasmiy xabarlarni kuzating. Avgust 2026 bo'yicha aniq miqdorlar, foizlar, sanalar va toifalar faqat rasmiy hujjat bilan belgilanadi. Shuning uchun Prezident Gov.uz vazirliklar, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi yoki boshqa vakolatli organlarning rasmiy sahifalarini tekshiring. Agar kimdir sizdan pul chiqarib beraman deb pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Pensiya yoki nafaqa qonuniy asosda tayinlanadi. Pora yoki tanish bilan emas. Demak, avgust 2026da qo'shimcha pul masalasida eng muhim qoida shuki, hamma bir xil miqdor olmaydi, hamma avtomatik qamrab olinmaydi va kimga qancha qo'shilish to'lov turi, hujjatlar, rasmiy mezonlar, bank holati va elektron bazadagi ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi. Pensiya oluvchilarga oshirish ta'sir qilishi mumkin. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oluvchilarda alohida shartlar bo'ladi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordamda esa ehtiyojmandlik mezonlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pul tushmasa vahima qilmang, lekin jim ham o'tirmang. To'lov turini aniqlang, hujjatlarni tekshiring, kartani yangilang. Yozma murojaat qiling va javobni rasmiy oling. Agar sizning holatingizda savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lovni olasiz, oldingi oy qancha tushgan, avgustda nima o'zgargan? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'pincha bir oilaning o'z vaqtida pul olishini ta'minlab beradi.